Yo, assalomu alaykum arkadaşlar. Qanday qo'llanishmi? Hozir vaqtinlar xayrli bo'lsin. Bugun qanimni kelganlarni qizg'in qarshi olma. Bugun mening so'zlaydiganim bo'lsa, biz paychaklarni qanday tanlaymiz? Albatta, hamma odamniki o'ziniki xos uslubda mablag' solgan metodlari, mablag' solgan uslublari bo'ldi. Meniki uslubim bo'lsa, men bu mening darsimni ko'rayotganlarga hammalarga ayon value investment, shu Warren Buffettniki eng to'g'ri yo'li. Bu to'g'riliqmi shu value investmentniki qo'llashidan mesela cho'ng iqtisodchilarning nurg'un kitoblarini o'qidim. Shularniki shu paychaklarni tanlashdagi metodlarini o'rgandim. Meniki metodim bo'lsa, men odatda shu technical analysis deymiz. Texnik jihatdagi shu analiz taraflardan ancha qiziqmayman, ularga bakmo qarab ketmayman. Chunki men o'zimniki shu buningga qarab o'zimniki metodimni o'zgartib qolamki deb ansirayman. Jiroq vodiga mablag' solganligim uchun 10-20 yil qaraydiganligim uchun buningga qarab men metodimni o'zgartib kundalik qaraydigan, mana qisqa o'ynaydigan bo'lib qolmasligim uchun bunga ancha qaramayman. Ham menimcha bu texnik analizda bak qoldi ketadi, bak vaqtingizni yeydi. Eng to'g'ri qilmadingiz, bunida 24 soat qarab turishingiz kerak. Bunida 24 soat qarasangizmi, men uchun yalla 12 nisbati 50 ta 50. Shunaqa bu mablag' solishda bir necha nuqtaga diqqat qilish kerak. Hargizmi paraz qilmaslik kerak. Biz nimni qaraymiz? 10 yildan keyingi shu bahsi cho'qim hozirdan üstün turdu. Ya bu 5 yıldanki bahsi cho'qim hozirdan üstün turdu deb qaraymiz. Andan keyin menimcha bir yaxshi mablag' soluvchi bütün hamma taraflardan o'ylash kerak. Faqat shu mablag' solish texnika u bu jihatlardagi shu analizlar emas, shirkatlar u bu. Balki shu makro iqtisodiyotdan, ya'ni boj tarafdan, menimcha odatda shu qisqa o'ynaydiganlar jiq taraflardan balkim jiq kirim qila olish mumkin. Odatdagi shu tuyuqsizlan odatdagi shu uzun yo'lga value investmentlar qaraganchada, lekin bu tutqanlarning hammasini tuyuqsizlan shu bojga to'lab qoldi. Shunaqa bu shu Warren Buffett'lardek 80 yillik tajribasi bor. Albatta shu Amerika bo'libmi Amerika davlatlarininki boj sistemasi mush taraflardan hamma taraflardan o'ylashib mablag' soldi. Bu taraflardan men jiq so'zlamay, men yana o'zimniki metodimni jiqroq so'zlab beray, shu paychaklarni qanday tanlaymiz. Birinchi javob, shu o'zingiz yaxshi ko'rgan mahsulotni yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, o'sha mahsulotniki shirkatiga mablag' solsangiz bo'ldi deydi. Bu meniki o'zimniki metodi. Ikkinchisi, shu shirkatniki paychaklari tuvan vaqtida andan keyin mablag' solsiz. Tuvan tushgan vaqtida 5% mishlar tushgan vaqtida az-azdan silib, masalan 100 paychak olma deb ko'zlab qo'ygan bo'lsangiz, uni 5 ga bo'lib kirsiz. 20 ni olsiz, yana azroq tushgan chaqda yana 20 ni olsiz, yana azroq tushgan chaqda yana 20 ni olsiz. Bu shu ba'zan overvalued mishlar paychaklarga oqidi. Masalan, bahsi yuqori Tesla'niki masalan hozir bahsi shunday yuqori deymiz-ku. Mushni olmadingizmi, mush metodni ilib kirsangiz bo'ldi. Hargizmi men 10 ya bo'lsa 100 Tesla'ning paychakini olmoqchi deb biraqlam 100 ni ilib kirib olmaysiz. 5 ga bo'lib kirsiz. 20 ni ilib, uchish ketgan vaqtida yana 20 ni ilib, yana tushgan vaqtida yana 20 ni ilib, bunda kirsangiz, eng oxirida bu 400 dollargacha tushgan bo'lsa, siz 600 dollardan asta-asta kirib 400 dollarga tushgan bo'lsa, 5 ga bo'lib kirdingiz. Lekin sizningki o'ttir hisobdagi olgan bahoringiz 600 dollar emas, 400 dollar emas, balki 500 dollarlar atrofida bo'ldi. Bu meniki ikkinchi metodim. Uchinchi metod, shu shirkatningki ishki vaziyatiga yaxshi qarash. Birsi shirkatningki guruhlari, odamlari, CEO, boshliqlari, anadagi bularniki tajribalari. Odatda biz shu blue chip yuqori kaplik hamda uzun yillik klassik shirkatlarniki texnik bakrak tajribasi bor deb qaraymiz. Andan keyin shu yangidan chiqayotgan shirkatlarga qiziqib, ba'zi ishni o'ylab berdi deb qiziqib olamiz, lekin bularniki odatda ancha tajribasiz bo'lib qoldi. Bularniki yaxshi ideyalari bor, yaxshi mahsulot kelgusi bor mahsulotlari bor, lekin shirkatlarning mang'uzgan bir guruhlik, bir tajribalik guruhsi, mustaq tajribasi yo'q, tajribasi kam.
mush taraflarda nurg'un shirkatlar o'zining shirkatini mang'uzanmay o'rilib ketgan shirkatlar jiq. Bu taraflarda amaliyotda men avvalgidan jiqroq pul tutib olay deblam. Nurg'un pulni sevasangiz, agar bu shirkatlar tajribasiz bo'lib, shirkatlarni mang'uzanmay o'rilib ketib qolsa, bu butun sog'an mablag'ingizni hammasi yo'qolib ketadi. Shunga bu tajribalarga yaxshi qaraysiz. Ham men shu yangi shirkatlarga bakmo jiq solmayman. Odatda 25%dan 35% jiq bo'lsa. Bu albatta o'zimning bir metodim. Shu tajribalik yerlarga yaxshi qaraysiz. Andan keyin to'rtinchisi bo'lsa, bu shirkatningki daftarga yaxshi qaraysiz. Daftarda shu masalan odatda nurg'un yangi taraqqiy qilayotgan shirkatlarniki birsi pul ko'ydirishi. Yangidan taraqqiy qilayotgan shirkatlar odatda nurg'unlari pul ko'ydirdi. Tesla mo nurg'un yil 10 yilga yaqin pul ko'ydirgan. Ular taraqqiy qilish uchun cho'qim pul ko'ydirdi. Sizningki mablag' solgan pulingizni ilib ko'dirib, tafovati yo'q bunda holatda taraqqiy qildi. Nurg'unlari. Shunga bu tarafga bak diqqat qiling. Qanchalik pul ko'ydira oladi, qanchalik taraqqiy qildira oladi, qanchalik kelgusi va qanchalik yaqin kelgusining ichidan taraqqiy qilib bo'ldi. Agar ba'zan shirkatlar, masalan, olam bo'shlig'ini tadqiq qilgan shirkatlarniki, ularningki kelgusi shunchalik parlaq, nurg'un shu Mars, u bu yerlarga sayohatchiliklarni qilamiz, ananiki shu NASA bilan NASA'niki jiq ishlarni qilib beramiz, bo'shliqqa shu ta'minotlarni yetkazadigan ishlarni qilib beramiz deydigan shu bo'shliq, olam bo'shliqi shirkatlarniki ularniki tadqiqotlari bor. Yana bir tarafdan kirim qilmasa bo'lmaydi. Lekin rasmiy bo'shliqni tadqiq qilish uchun nurg'un pul ketadi. Ular pulni to'xtamay ko'ydirdi, ham nurg'un vaqt ketadi. Unaga men odatdagi disruptive innovationlarga 10-15 yillik vaqtni ko'zlayman, lekin olam bo'shlig'iga balkim 100 yil, 200 yil, undan jiq vaqtlar ketishi mumkin. Shunga bu taraflarda yaxshi o'ylashing, ba'zan shirkatlarning shu taraqqiy qilish vaqti qanchalik. Men shu o'zim shaxsan shu olam bo'shliqlariga hozircha bakma kirmadim, shunchalik kelgusi bo'lsa-mu, lekin boshqa soatlarda shunday yaxshi fursatlar bor deb qaradim. Bu o'zimning shaxsiy fikrim. Andan keyin bu shirkatlarning daftarda yana shu qarzi qanchalik, yoki kirimi qanchalik. Nurg'un shirkatlarda o'ziniki kirimi bor, ya'ni o'ziniki naqd pulim bor, yana bir tarafdan qarzim bor. Ba'zan qarzlarni asta-asta to'laydi. Ba'zanlari shu naqd pul bilan to'laydi. Ba'zanlarniki qarzi texmo naqd pul qaraganda texmo jiqroq. Buningda hamda yana nurg'un yerlar qarash kerak. Masalan, o'ziniki shu mol-mulki, o'ziniki shu shirkatning o'zining mol-mulkininki qiymati qanchalik, yoki paychaklarniki butun qiymati qanchalik, hamshlarni hamsiga qarab hisoblaydi. Odatda shu oddiyroq qilib qarzi bilan naqd pulni qarsanglar bo'ldi. Qarzi texmi eg'irroq bo'lsa, menimcha hozircha o'ylashmay, shunchalik kelgusi bo'lsa-mu, sal taraqqiy qilib qarzini sal to'lib olgandan keyin, andan keyin asta kirsangiz bo'ldi. Bu taraflarni shu men oldingi sonda sizlarga tanishtirgan Yahoo Finance mushtaq saytlarda ko'ra olasiz. Bularni o'ylasangiz bo'ldi. Shu meniki o'zimniki odatki shu shirkatlarni tanlagan chog'dagi o'zimning metodlari. Shuni men o'zimni bakmo vaqt sarf qilmayman, bakmo zehnimni sarf qilmayman. Bakmo technical analiz qaragan chog'da men fundamental analiz taraflariga jiqroq qarayman. Shirkatning o'zining daftari yaxshi bo'lsa, menimcha technical qarash ketmaydi. Technical masalan ba'zan qarasangizmi, to'g'ri bir xabar chiqib o'zgarib qolgan ishlar bor. Shunga meniki o'zimning shaxsan tavsiyalarim technical tarafdagi analizlarga qaramanglar. Bularmi shu Warren Buffett, Peter Lynch mushlarniki tavsiyalarim shu. Ularmi meni hozirgacha diqqat qilganimda biror paychaklarni olgan chog'da hargiz technical analiz qilib olmaydi. Shu bahsi hozir bahsi qimmat bo'lsa-mu, azam bo'lsa-mu, asosan kirib oldi. Chunki ular 20-30 yillik saqlaydi. Shu rasmiy Warren Buffett'ning Snowball degan bir necha kitoblarni o'qisangiz, ya bo'lmasa Peter Lynch'ningki Learn to Earn, Once Upon on Wall Street degan kitoblarni o'qisangiz, ularni bizniki shu qurilmasini asta o'ziniki yaxshi ko'radigan, ham kuchlik mushtaq qurilma qilib yasab chiqqan yerlarni nima uchun shu value investmentni ko'zlab, masalan shu Warren Buffett'ningki boshida shu custom shirkati bilan
keyinda shu nima uchun Washington News'ni ichiga soldi? Chunki o'zining qurilmasini kuchli qilish. Keyinda Coca-Cola, keyin u bu keyin Bank of America, AAL, shu American Airline degan bu shirkatlarni asta qilib kuchli qildi. Kuchli qilgandan keyinda texnik shirkatlarda asta o'ylashib, Alma, u bu mashina Ford degandek bu shirkatlarni o'zining qurilmasiga kirgizib, texnik kuchli qildi. U degan 2000 yildan keyingi hikoyalar, undan burunqisi Coca-Cola. Shu chog'dami Berkshire Hathaway'niki paychiki dunyo bo'yicha eng qimmatli. Bu qurilmaniki shunchalik kuchli bo'lganligi uchun hozir 300 necha ming dollarga chiqdi. Mantiqi 300 necha ming dollar chiqqan shirkatlarni tonimayman hozirgacha, boshqasini o'qimayman. Albatta Berkshire Hathaway'ning paychiki hozirgacha split qilib boqmadi, bo'linib boqmadi boshqa shirkatlarga o'xshash, shunga qadamlar qimmat deb qaraydi. Lekin mushlarning o'zimi bir strategiya, shu Warren Buffettniki shu iqtisodni tushunganligidan shu paychikni bo'lib boqmadi, dividensi yo'q. Ham o'ziniki bu shu qurilmas Berkshire Hathaway amaliyotda bir ETF. Lekin odatdagi ETF'larni olsangiz, ularga pul to'laysiz. Lekin Berkshire Hathaway'ni olsangiz, uni pul to'lamaysiz. Mushtarilarim yo'q. Mushtari taraflardan agar yaxshi tushunsangiz, masalan S&P 500 niki ETF'niki to'lash nisbati eng tuvan. Shunchalik tuvan. 0.03% to'laysiz. Boshqa 0.7, 0.8%. Ashta bo'lsa-mu, lekin shu 0.03% ni to'layversangiz, uzun yillik bo'lgan chog'da Berkshire Hathaway'chilik utanmaysiz. Shuni jiqatamlar, ya'ni yaratmaydi Berkshire Hathaway'ni around 10% kirim qila oladi unda deb. Lekin Berkshire Hathaway'ning jihatlaridan yana nari yaxshi desangiz, volatility shunchalik oz, shunchalik tuvan. Bu shunchalik bexatar. Kirimingizni shunchalik yuqorilata oladigan. Bu yildagi masalan yil 5dan hozirgacha S&P 500 12%, u degan tarixda shunda oz ko'rilgan. 4-5 oyda 10% chiqarligini shunchalik tarixda oz. Nasdaq odatda yiliga 30-40% kirim qila oladi, lekin hozir yil 5dan hozirgacha around 6-7% kirim qildi. Lekin Berkshire Hathaway 20% dan jiq. ARK Invest hozir eng ko'rilayotgan yog'och qinimdagi ETF'lari -20%, -30% kirim qildi yildan 5da hozirgacha. Lekin hozir uftyotgan kim u? Yana Warren Buffett. Bu shirkatlar biz o'zimizmi agar yaxshi mablag' sog'uvchi bo'lamiz desak, cho'qim shu baj tarafdan, har tarafdan mukammal o'ylashib mablag' solishimiz kerak. Yaqinda shu Bidenning mablag' sistemlari chiqyapti. Bu tarafdan yaxshi so'zlab berman, nihoyatda xatarlik bo'ladi. Yaxshi o'ylashmasak, bir tarafdan pul tutgan bilan, yana bir tarafdan qanday chiqayotganini uqmay qolgan ishlar bo'lib qoldi. Sizlar bergan bir so'zlar yoqtirgan bo'lsangiz, pashmaltoqni besib qo'ying, tavsiya qiling boshqalarga. Kelaksan ko'rishaylik. Allohga emanet.